la hammasi rasvo kambag'al nima batachim nima propenso inson foniy dunyo chilar qimmat maqsad sutuvda badan badan shunchalar qimmatmi shu pulsiz zulmatmi boylik eng ulug' ne'matmi yo'qmi inson qiymat dunyo shunchalar qimmatmi shu pulsiz zulmatmi boylik eng ulug' ne'matmi yo'qmi inson qiymat o'ylab qolaman o'tkinchi olam mol dunyoga buncha och bo'ldam cho'ntak bo'sh bo'lsa bosma qadam mensimasdan qarar ko'z xirdan sezmay qolaman aldaydi odam qo'rqmaydi harom non yer hiyladan maqsad sotish hatto sotuvda badan tavba qil qo'rq Alloh daftidan unutma ey inson bu foniy dunyo bo'lma razil tushdamassan bu ro'yo o'ylaysan hammasi yaxshi deb go'yo sen sabab yo haq yo nohaq bu dunyo tuzilgan shunaqa qora dastur piyodasan yo'qmi mashina ozgina pastur boy kasal bo'lsa doktorlar hammasi g'amxo'r kambag'alni joni og'rir sanabati jim tur yo bo'lsa bo'ldi bitta yangi iPhone o'tdi vaqt maqsadsiz doim birga shayton qora jenta 3-4 so'm pul ol senga maydon tulki bo'ri ilon o'zi shularmi hayvon shunchalar qimmatmi shu pulsiz zulmatmi boylik eng ulug' ne'matmi yo'qmi inson qiymat dunyo shunchalar qimmatmi shu pulsiz zulmatmi boylik eng ulug' ne'matmi yo'qmi inson qiymat tan olaman ko'p narsa bog'liq pulga suzmayman mayli qarshi oqimga kechib ketdi bir chaqa deb og'ir botdi dilga bor bog'liq narsalar pulga emas ko'ngilga aytaman bitta gapni o'sha boy zo'rlarga savol javob bitta joyda sen va pulga zorlarga sevganimni berishmadi do'stim qora tunlarga yor bilan ketdi qasrxonlarga ol dunyoga buncha och bodam cho'ntak bo'sh bo'lsa bosma qadam yor bilan ketdi qisidan shunchalar qimmat shu pulsiz zulmat oylik eng ulug' ne'mat yo'qmi inson qiymat dunyo